Mana bugun eng quvonchli kunlarimdan biri Farg'ona davlat universitetining bakalavr diplomini o'z qo'limga oldim. Hozirgi kunda Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi 2-sonli maktabga maktab maslahatchisi, ya'ni direktor yordamchisi sifatida ishga kirdim. Bu bosqichgacha aprel oyida maktab maslahatchiligi arizalar qabul qilingan. Tanlov.uz.edu orqali arizalar qabul qilingandan so'ng may oyida test bosqichi bo'ldi. Test bosqichi Farg'ona viloyati 25-maktabda shaffof tarzda tashkillandi. Kompyuterlarda test yechildi, kameralar ostida. Testdan muvaffaqiyatli eng yuqori natija ko'rsatgan 3 kishi suhbatga taklif qilindi. Eng yuqori natija ko'rsatganlarga tavsiyanoma chiqdi. Tavsiyanoma 23-iyul kuni chiqdi va tavsiyanoma orqali maktabga bordim, direktorga ariza yozdim va ishga qabul qilindim. Oyligi 6,5 million so'm etib belgilangan. Bundan tashqari Farg'ona viloyatida startup garaj menejeri sifatida faoliyat yuritaman. Prezident administratsiyasi huzuridagi va Aloqa bank bilan hamkorlikdagi SMMI savodxon kursi kuratori sifatida Farg'ona viloyatini har shanba kuni bo'ladigan oflayn darsni nazorat qilib boraman. Umumiy oyligim $1000 ga yetdi. Diplomim ham aynan ish vaqti kirayotgan vaqtim tasdiqlanganligi meni yana quvonchim bo'ladi. Barchani O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman.